Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan yana MB Panika. Bugun video World Sale haqida bo'ladi. Ko'pchilik World Sale bossa yoki kirsa mana shunaqa yozuv chiqib qolyapti. O'tgan safargi videomda World Sale ga mashina sotishni ko'rsatdim. Bu safargi videoda World Sale ga qanday kirishni o'rgataman. Ko'pchilik bunday bossa birdaniga bossa kirib ketadi. Ko'pchilikda bu muammo bo'lyapti. Mana shunaqa yozuv chiqyapti. Birinchi muammo hal bo'lgan, mana bitishga turibdi, yashil bo'lib, login to your email deyapti. Emailingni to'g'ri o'zing ishlatayotgan emailingni kirgiz deyapti. Endi ishlatayotgan email demayapti-yu, lekin akkauntga qo'sh deyapti. Sizlar mana bu yerga o'zingizlar ishlab turgan hozirgi haqiqiy bo'lgan emailinglar qo'shasizlar. Emailinglar qo'shiladi. Keyin sizlar qo'shib bo'lishlaring bilan o'sha mana yerda mana bu narsa X bo'lib turadi. Ya'ni reach the driver rank. Birinchi beginner rankda bo'lasizlar, o'shanaqa driver rankka ko'tar deyapti. Accounting driver rankdan baland bo'lish kerak yoki driver rankgacha yetib kelib ol deyapti. Mana hozir bunda driver rank 9 ta archivesdan keyin, ya'ni 9 ta zadaniyadan keyin racer rank bo'ladi. Bu kerak yo'q hozir. Keyin hozirgi mana asosiy muammo verify your email deyapti. Ya'ni emailingni ro'yxatdan o'tkaz deyapti. O'shanda World Sale ga kira olasan yoki mashina sota olasan deyapti. Buning uchun biz nima qilamiz? Emailinglarga kirasizlar. Keyin bunday pastga tushirib yuborsanglar chiqadi o'zi. Mana agar sizlarda shunaqa no reply verify your car parking degan mana shu xabar, agar sizlarda chiqmasa u xabar, mana shunday pastga surib yuborsanglar chiqadi o'zi. Yangilanadi. Keyin mana bu yerda ko'pchilik bo'lishi mumkin, 2-3 ta akkaunt bo'lishi mumkin ko'pchilikda. Shundan mana qaysi akkaunt qo'shgan bo'lsanglar, boya car parkingga qaysi akkaunt qo'shilgan bo'lsa, shuni ustiga bosib kirasizlar, mana chiqadi o'zi. Keyin mana havolani bosasizlar ustiga. Keyin mana yerdan rozilik so'raydi. Mana chiqdi, mana ko'rib turibsizlar. Your email has been verified deyapti. Ya'ni emailing ro'yxatdan o'tdi. Endi you can sign in with your new account deyapti. Accounting endi World Sale ga ro'yxatdan o'tdi. Endi bemalol kiradi deyapti. Hozir mana tekshirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Hozir mana bu yerda bug bo'lyapti. Boshqatdan shuni kirib chiqib olish kerak. Agar 2-3 marta ham bo'lmasa, o'shanda shunday kirib chiqib olsanglar to'g'rilanib ketadi o'zi. Eng asosiysi shu akkaunt, haqiqiy akkaunt qo'shilgan bo'lishi kerak. Keyin Gmail ga kirayotganda o'sha akkauntlarga kirib xabarnomani ko'rishinglar kerak. Mana akkaunt kirdi o'zi, mana ko'rib turibsizlar. Mana bemalol mashina sotib olsanglar ham bo'ladi mana. Mana bu yoqdan chiqsanglar ham bo'ladi. Xullas kalom, mana boyagi akkaunt driver rank, mana ko'rib turibsizlar. Mana IDlardan ham bilib olsanglar bo'ladi. Mana umuman akkaunt almashtirilmagan, video kesilmagan umuman yoki boshqa tudasida qilmagan, umuman hech qanday qilmagan. Mana ko'rib turibsizlar, mana 2 martalab bosyapman, World Sale ga bemalol kiryapti mana. Akkaunt ro'yxatdan o'tgan. Bugungi video shundan iborat edi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da qiziq yangi videolar hali oldinda. Asosiysi shu, mana bu yerdan akkauntni to'g'ri yozishinglar kerak bo'ladi. Bugungi video shundan iborat edi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.